Bo'lmasam mavzuyimizga to'xtalsak, bugungi mavzuyimiz shariatni ushlash uchun, ya'ni Allohning buyruqlariga itoat qilishlik uchun bo'lgan g'ayrat, ya'ni Alloh taoloning dinida peshqadam bo'lib, amallarga shoshilib, ya'ni har bitta yaxshi amal uchun doim mo'min odam tayyorgarligi naqd bo'lib turishi. Unga buyurilgan, farzni buyurilgan mahalda unga bo'yin egadigan xolis pozitsiyada turishligi bu islomiy fazilatlarning eng yaxshilaridan biri. Bugungi mavzuyimizda asosan shu haqida gaplashamiz. Savol yozayotgan birodarlarimiz inshaalloh savollarini yozib qoldirib qo'ysa, nasib qilsa mavzuyimizdan keyin kirib savollaringizni ham o'qiymiz. Salom berayotgan birodarlarning barchalariga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda Oli Imron surasida shunday bir oyati bor. Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mag'firatga shoshilishligimizni, ya'ni Allohdan bir mag'firat istab va kengligi osmonlar va yer barobarida bo'lgan Alloh shu o'zini taqvodor bandalari uchun hozirlab qo'ygan jannatga erishishlik uchun shoshilishimizga chaqiryapti. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini amal qilishlikda tezroq, ya'ni tezroqdan murod mana qilamanda degan bizda haligi shoshmasdan beg'amlik bo'ladi-yu. Shu beg'amlikni o'sha dunyo ishlariga qoldirib qo'ysaydi, oxirat ishlarini qilayotgan mahalda Robbimizni bizga buyurgan buyruqlariga labbay deb turib ana shu buyruqqa shoshilishlikka harakat qilsak, inshaalloh yuqoridagi Alloh subhanahu va taolo bizga eslatgan oyatdagi o'xshab bizni kutadigan narsa o'sha kengligi osmonlar va yercha bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning jannati bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yana Nur surasida shunday marhamat qiladi bizga. Innama kana qawlal mu'minina iza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum an yaqula sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Alloh va rasuli biror ishda sizlarning o'rtalaringlarda hukm qilib chiqaradigan bo'lsa va shu hukmga sizlarda chorlangan vaqtda mo'minlarning bitta aytadigan gapi bor. Qaysi gap desa, sami'na va ata'na. Eshitdik va mana shunga itoat qildik, ya'ni bo'yin sundik degan gap bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana o'shalar najot topadigan insonlar deyapti. Va man yuti'illaha va rasulahu va yaxshalloha va yattaqihi fa ulaika humul faizun. Endi kimda kim Allohga itoat qilsa, u zotning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga itoat qilsa va Allohdan haqiqiy qo'rqish bilan qo'rqadigan bo'lsa, taqvo qilsa Allohdan, mana shular deyapti haqiqiy baxtga, ya'ni saodatga erishadigan insonlar mana shular deyapti. Shuning uchun mo'min odamlarda haligi Allohning buyruqlari aytilgan mahalda yuqoridagidek haligi o'ylanib turishlik yo bo'lmasam sal keyinroqqa surib qo'yishlik yo boshqa narsalarni Alloh hukmidan muqaddam ko'rib hamma ishi bitgandan keyin bir Allohning diniga ham murojaat qilib qo'yish deyotgan ko'rinishlar bo'lmaydi. U haqiqiy najot topgan odamning sifatlari emas. Ya'ni Allohning diniga beparvo bo'lib, qachon qo'li bo'shasa, qachon imkoniyati topilsa, yo bo'lmasam qachon bir hamma ishlari joyiga tushgandan keyin Allohni ham bir rozi qiladigan amallarga ko'ngil buraylikchi deydigan inson bo'lmaydi. Alloh bir ishni buyurdimi? Allohning rasuli bir ishni buyurdimi? Mo'min odamlarda o'zi boshqa ixtiyor qolmaydi aslida. Chunki yaratilgan bandani hayotda o'zi yaralishligidan eng asosiy maqsadi Alloh subhanahu va taolo aytgandek va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deb, ya'ni
o'ziga bandalik, ya'ni bandalikdan murod, ya'ni o'zbekcha so'zma-so'z tarjimasi qullik bo'ladi. Xolis Alloh uchun qullik qilish uchun yaratilgan banda. Ya'ni qullik qiladigan ishi nima desa, qulga xo'jayini buyurgan mahalda unda boshqacha ixtiyor, o'ylanib ko'rish, to'xtab turchi degan narsa bo'lmaydi. Itoat qiladi, bo'ldi, bosh egadi, bo'yin sunadi. Biz hojamiz Alloh subhanahu va taolo deyapmiz. Xolis qulmiz deyapmiz, ya'ni bandamiz deyapmiz u zotga. U zot buyurgan mahalda bo'ldi, biz uchun boshqa o'ylanib ko'radigan, ya'ni ikkinchi bir varianti yo'q deyapmiz. Lekin ba'zi bir bandalar boshqa bir variantlarni qo'yadi oraga. Agar hayotda kuzatsangiz, Allohdan boshqa har qanaqa buyuradigan o'zini xo'jayinlariga doim xizmatga tayyor bo'ladi-da, Alloh subhanahu va taologa xizmatda, yo'qsa Allohning buyrug'iga bo'ysunishda talab qilingan mahalda o'ylanib qoladi, vaqti yo'q bo'lib qoladi yoki o'ylanib ko'rish kerak bo'lib qoladi, yo mulohaza qilib, yo kimlar bilandir maslahatlashib ko'rgisi kelib qoladi, ya'ni Allohning buyruqlari buyurilgan mahalla. Haqiqiy mu'minlar qanaqa bo'ladi desa, Alloh subhanahu va taoloning Ahzob surasini 36-oyatida bizga bir eslatgan chiroyli oyatlari bor. Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin iza qadallohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bironta bir mu'min yoki mu'mina Alloh ularni ustidan bir ishni buyurib qo'ygan mahalda, ya'ni Alloh bilan payg'ambari bir ishni hukm qilgan bo'lsa, nima qiladi desa, bularga Alloh hukmini qo'yib qo'yib boshqa ishni ixtiyor qilishga hech qanaqa imkon qolmaydi. Boshqa ishni qilishda unda ixtiyori yo'q. Ya'ni meni nafsimga to'g'ri kelgani bu edi, Alloh bilan Rasuli buni buyurib qo'yibdi endi degan haligi mu'min odamda unaqa o'lchov bo'lmaydi. Yuqorida aytganimizdek, eshitdik, bo'yinsundik degan narsa bilan to'xtaydi. Endi Alloh subhanahu va taolo eslatyapti: "Va man ya'sillaha va rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Endi kimda kim Alloh va rasuliga osiylik qiladigan bo'lsa, mana shu odam haqiqiy yo'ldan adashgan odam, ya'ni zalolatga ketgan odam mana shu odam deb Alloh taolo xabar berdi. Shuning uchun Alloh taolo bir narsani buyurib hukm qilgan mahalda bandalarning ishi uni muhokama qilib o'tirishmas. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri deb Alloh hukmini to'g'ri noto'g'riligi o'lchanmaydi. U Alloh faqat to'g'ri narsani hukm qiladi. Hozirgi zamonga mos keladimi, mos kelmaydimi, bugungi qonunlar bilan solishtirsak to'g'rimi, noto'g'rimi degan bunaqa muhokamalar Alloh buyurgan ishning ustida bo'lmaydi. Agar o'zimizni mu'min deb sanasak, Alloh taolo ham agar mu'min deb sanasang deb turib o'zini o'sha hukmlarini ro'para qilgan. Nisa surasida keladi 65-oyatida: "Fala va robbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Alloh taolo qasam ichib aytayapti. Parvardigoringning nomiga qasam deyapti payg'ambarimizga. To ular o'zlarini chiqqan muammolarida seni hakam qilmagunigacha mu'min bo'la olmaydi deyapti. Chiqqan muammolarda hammasida Alloh subhanahu va sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatgan yechimiga to'xtaladi. Boshqalardagi bilan solishtirib ko'rilmaydi. U zotni chiqarib qo'ygan hukmlari, ya'ni shariatda shariat deb belgilangan hukmlar boshqa bugungi kundagi zamonaviy hukmlar bo'ladimi? Endi o'ylab topadiganmi? Ya avval kimlardir o'ylab topgan hukmlarmi? Bularni yonma-yon qo'yib tarozilab o'lchaydigan u mu'minning ishlaridan bo'lmagan ish. Mu'min nima qiladi desa, Alloh taolo aytayapti: "To hukmlarida seni hakam qilmaguncha mu'min bo'lmaydi" deyapti. Endi o'larini kunidan bittasi majbur ekanmiz deb islom kuchayib ketganda Alloh hukmiga bo'yinsinsa bo'laveradimi? Mana shuni ishi ham to'g'rimi desa, mana shu oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo aytayapti: "Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." O'sha hukmda, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni biz uchun chiqarib qo'ygan, Allohdan nozil qilgan hukmlarini o'zimizga hakam deb tanlab, shu bilan yechmaguncha mu'min bo'lmaydi. Endi yechganda ham deyapti,
qalbida birorta haraj, ya'ni tanglik, ikkilanish, o'ylanib qolish, boshqa degan topmasdan to'liq taslim bo'lib, ya'ni bo'ysunmagunlaricha mo'min bo'la olmaydi dedi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun mo'min odamlar Allohning buyrug'i kelgan mahalda o'ylanib turishi, taraddudlanishi, yo buni mulohaza qilib chiqaylik, yo bo'lmasam buni bir tekshirib ko'raylik deydigan narsasi qolmaydi. Alloh va Rasulini hukmlari ochiq narsalar. Hayotda o'zi undan boshqa ikkinchi alternativa yo'q. Ya'ni Alloh taolo hayotda biz uchun yashash uchun eng mayda-chuyda narsalardan tortib eng katta jiddiy narsalargacha hammasini chiroyli yo'sinda yechib qo'ygan yoki yechish yo'lini ko'rsatib qo'ygan. Undan boshqa yangicha narsa qolishligi mumkin emas. Bu din to'liq bo'lgan din. Shuning uchun har bitta narsada aytyapmiz, Allohning hukmiga qaytib, yechimni Allohdan olaylik. U zotni rasuli bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qanday qilib ko'rsatib bergan bo'lsa, aynan shu ko'rsatib berganiday qilib olaylik. Ya'ni oyatlardan nafsimizga kerak joylarini uzib olib, kerak joylarga yopishtirib qo'yib, boshqasini faqat qorixonada o'qiydigan narsa qilib qo'ymaylik. Va bunda ham shijoat bilan, g'ayrat bilan, hatto mana shu yaxshi ishlarga shoshilish bilan, musobaqa qilish bilan, intilish bilan talpinishga bizni chaqirdi. Shuning uchun shariatni ushlashlikka g'ayrat qilish, tezroq shu narsani ustida harakat qilish mo'minning eng katta fazilatlaridan bittasi. Alloh subhanahu va taolo Tahrim surasida aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu", ya'ni iymon keltirganlarga qarata xitob qilyapti. Ey iymon keltirganlar, qu anfusakum va ahlikum naro. O'zingizlarni va ahli oilalarda jahannamni o'tidan qutqaringlar. Ya'ni jahannamga kirib qolishdan, Allohning azobiga ro'para bo'lib qolishdan. Mana shu sinovi dunyoda borib, sinovdan o'ta olmasdan Allohning g'azabiga, azobiga ro'para bo'lib qolishligidan oilanglarni ham saqlanglar, o'zingizlarni joninglarni ham saqlanglar dedi. Jahannamni sifatlab beryapti oyati davomida. Waquduhan nas wal hijaratu. Ya'ni u jahannam shunaqa jahannamki, u jahannamni o'tinlari odamlardan va toshlardan bo'ladi deyapti. Toshlardan bo'ladi degan narsasiga ba'zi birlar ajablanadigan bo'lsa, bir ozgina izoh kirgizib ketamiz. Agar hayotingizda ohak degan narsani ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni o'rischasi izvest, devorlarda ohaklaydigan. Odatda shu tog'ni toshlari bo'ladi. Shuni juda katta, ya'ni 1000 gradusdan oshiq bo'lgan qattiq qizdirish bilan yondirilsa, shunaqa ohaklar paydo bo'ladi. Bu degani nima desa, agar ohak toshni ko'rgan bo'lsanglar, bir suvni ichiga solib qo'ysangiz, suvni vaqratib qaynatadigan darajada bo'ladi. Ya'ni tosh o'ziga shunaqa issiqni olib, yana qaytib chiqaradigan issiq bo'ladi. Alloh taolo mana shunaqangi toshlardan o'tin qilib qo'yadigan va haliginga o'xshagan mujrim bo'lgan, bu dunyoda Robbisining hukmlari turib o'ziga o'xshagan bandalarning etagini tutib, shularning hukmiga erchib, shularni qo'yib bergan ko'rsatmasi bilan yashashni afzal bilgan shunaqa insonlarni Alloh taolo jahannamni o'tinlari deyapti va mana shu o'tinlardan bo'lib qolishlikdan oilangni saqlagin deyapti. Azoblaydigan farishtalar bor. Mana shu oyatning davomida Alloh taolo jahannamdagi farishtalarni ham sifatlab beryapti. Alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Jahannamda shunaqangi farishtalar bor, ya'ni azoblaydigan azob farishtalari. O'ta bir qattiq qo'l bo'lgan, o'ta bir berahim bo'lgan, ya'ni birovga darrov qalbi iyib ketadigan bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ularga buyurgan ishdan boshqasini qilmaydigan. Faqatgina shu buyurganini qilib, buyurganini ustida Allohga itoatsizlik qilmaydigan. Ya'ni azoblayotganda, bugungi kunda azoblovchilar agar qalbida ozgina bir mehri, shafqati bo'lsa, azoblayotgan mahalda
azobni yengillatadi yo to'xtatadi. Bu farishtalar qanaqa desa, ular qattiq qo'l, qattiq dil bo'lgan farishtalar. Alloh taolo ularga buyurgan, shu buyurgan ishni qiladi, undan boshqa ish qilmaydi. Alloh taolo aytayapti, mana shunaqa farishtalar bor. Mana shunaqa o'tinlari odamlar va toshlardan bo'lgan jahannam bor. Mana shu jahannamdan asraylar o'zinglarni ham, ahli oilanglarni ham deyapti. Bu dunyo hayoti bilan agar oxiratni o'lchab ko'radigan bo'lsak, bu dunyo hayoti o'zi yashab bir qancha shu umrdan foydalanib ko'rgan odamlar bilan agar buni qiziqsangiz, ya'ni o'tgan umringiz haqida bir gapirib bering, juda ham uzoq umr ko'rdingiz, mana 80 yil yashayapsiz otaxon. Rosa uzoq bo'lgan bo'lsa kerak desangiz, o'tib ketgandan keyin u umr juda ham bir qisqa ko'rinadi narigi tarafdan qarasa. Bu tarafdan qarasa uzunga o'xshab ko'rinadi. Ha, bir ko'z ochib ungacha ketdi deydi. Xuddi bir haftada o'tib ketdi deydi umrini. Hatto qiyomat kunida ulardan so'rasa, qancha yashadinglar dunyoda desa, bir kun yoki shu yarim kun yashagan bo'lsak kerak deydi. Ya'ni shu darajadagi o'tib ketadigan ozgina dunyosi uchun qancha g'ayrat qilyapti. Mana shu narsani Alloh oxirat kuni bilan solishtirdi. Islom dunyosini ham, oxiratini ham baxtli qilib beradigan dinliligini ham eslatdi. O'sha ozgina dunyoyingda faqatgina mashaqqatni o'tib ketgin demadi. Allohga, u zotning buyruqlariga itoat qilib, Alloh subhanahu va taolo aytganday yo'ldan ketadigan bo'lsa, dunyoda ham baxtiyor bo'lishligini xabarini berdi. Toha surasida keladi. Estaizu billah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman ittaba'a huda fala yadhillu va la yashqa. Endi biz tarafidan yuborgan hidoyatimizga kim agar erishadigan bo'lsa deyapti Alloh subhanahu va taolo. U uchun baxtsizlik ham bo'lmaydi, adashishlik ham bo'lmaydi. Ya'ni dunyoda qanaqa qilsam to'g'ri yashayman deyotgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo yaratgandan keyin tashab qo'ymadi, payg'ambarlarini jo'natdi. Payg'ambarlari o'tib ketgandan keyin o'sha vahiy bo'lgan vahiysini qoldirib ketdi. Va shuni ushlasang adashmaysan deb ko'rsatib ketdi. Va shu ko'rsatmani ro'para qilib Alloh tushirgan hidoyatni ushagan odamni mana shu dunyoda ham bir baxtsiz bo'lmasligini, adashmasligini xabarini berib qo'ydi. Endi Allohning zikridan yuz o'girsa nima bo'ladi? Desa, xuddi mana shu Toha surasidagi o'sha oyati davomida va man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Endi kimda kim eslatmamdan yuz o'giradigan bo'lsa deyapti, u uchun bir baxtsiz bo'lgan bir hayot bo'ladi. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Va uni biz qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz yana deyapti. Haligi ko'r bo'lib tirilgan odam Alloh subhanahu va taologa nola qiladi. Qala robbi lima hashartani a'ma va qad kunta basira. Ey Parvardigorim, nimaga meni bir ko'r qilib tiriltirib qo'yding? Hayoti dunyoda meni ko'zim ko'radigan, ko'zi ochiq edimu deganda Alloh subhanahu va taolo haliginga javob qilyapti. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Va kazalika al-yawma tunsa. Bizi oyatlarimiz senga aytib tilovat qilib ko'rsatilgan mahalda sen undan haligi yuz o'girish bilan, ya'ni buni esdan chiqarib, bizni ya'ni Robbing buyurgan narsalarni uloqtirding, tashading. Unutding. Bugun sen ham xuddi shunaqa unutilasan deyapti. Ya'ni bu yerdagi gaplar majoziy bo'lgan gaplar. Ya'ni Alloh taolo birorta narsani unutib qo'ymaydi. Faqat haliginga bo'ladigan azob yana ham alamli bo'lishligi uchun uni eng qiyin, noqulay bo'lgan ahvoliga qo'yib qo'yib turib, va kazalika yawma tunsa deyapti. Bugun sen ham xuddi shunaqa bizni oyatlarimizni unutib tashlab qo'yganingga o'xshab biz ham seni unutib tashlab qo'yamiz deyapti. Ya'ni senga ko'ngil burmaymiz rahmat nazarimiz bilan. Rahmatim bilan seni bir siylab mana shu azobingdan olib chiqib miyman degan ma'noda bildiryapti. Shuning uchun islomda Alloh hukmlari kelgan mahalda unga
tezroq bir harakat qilish, shoshilish, g'ayrat qilish, undan iloji boricha foydalanib qolish degan narsaga Alloh taolo o'zini oyatlarida juda ko'p joyda qayta-qayta chaqirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu haqida bir qancha hadislari bor. Badiru bi'amali fitanan kaqit'atil laylil muzlim deydi Payg'ambar alayhissalom. Ya'ni xuddi haligi zulmatli kechalarga o'xshagan bir fitnalar sizlarning ustingizlarga kelib qolishidan avval bir yaxshi amallarni qilishga shoshilib qolinglar. Ya'ni shunaqangi mahallar kelib qoladi sizlarning ustingizlarga deyapti. Ya'ni shunday bir fitnali kechalar kelib qolar ekan. Qanaqa bo'ladi unda desa, yusbihur rajulu mu'minan va yumsi kafiron. Bir kishi ertalab mo'min holatda uyqudan uyg'onadi, to kechgacha borib yotguncha dinidan chiqib kofir bo'lib qoladi. Va yumsi mu'minan va yusbihu kafiron. Birov kechqurunga borib o'sha mo'min holatda yurgan bo'lsa, to tong otguncha dinidan chiqib kofir bo'lib qoladi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya dedi. Dinini bo'lsa, ozgina dunyoda evaziga sotib yuboradi dedi. Ya'ni shunaqangi fitnali kunlar o'zi bizi ham boshimizda bor. Ya'ni bugungi kunda biz ko'rayotgan narsa shunaqa bir narsalar borki, mo'min odam shunga hatto rozi bo'lib, mayli deb qo'yishman, hatto dinidan chiqib ketadi. Shunday bir kufr, harom ishlar, fitnalar bugungi biz yashayotgan hayotni hamma tarafidan o'rab qoldi. Buni har bitta ko'zi ochiq atrofga qarab ko'ryapti haligi. Atrofini qarab, hatto kofirlarning ishi ham ziynatlanib ko'rinib, nimasi yomon, hamma ishlarimiz juda chiroyli ketyapti. Hamma ishlarimiz a'lo deb aytayotgan odamlar ehtiyot bo'lsin. Ya'ni bunaqa fitnali kunlarda inson ozgina nojo'ya bir harakatlari bilan o'shanaqangi harom bo'lgan, buzuq bo'lgan yoki kufr bo'lgan narsalarni yaxshi ko'radi, muhabbat qo'yadi, ma'qullaydi, shuni qo'llab qo'yadi, shuni safiga o'tib oladi. Hatto iymonidan ajrab qolishligi mumkin. Shuning uchun juda qattiq ehtiyot bo'ladigan ana shu payg'ambar alayhissalom aytgan zamonlar bugungi kunga ham tegishli. Shuning uchun solih amallarni qilib Allohga yaqin bo'lishlikda shoshilinglar deyapti. G'ayrat ko'rsatinglar deyapti. Mana shu narsa uchun tezroq bir harakat qilinglar degani. Ya'ni Allohning dinida haligi o'ylanib qachon hamma hisob kitobini to'g'rilab olgandan keyin Alloh taologa mayli bo'ysunib qo'yaman deydigan din emas bu. Shuning uchun sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, bizga juda katta o'rnaklar bor. Muslimda rivoyatida keladi, Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadis. Badr kunida deydi, borib mushriklarga yaqin bo'lgan bir joyga, ya'ni Badr vodiysini bir joyiga tushdik deydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda jangga kelgan musulmonlarga qarata aytdilarki, qumu ila jannatin arzuhas samawati wal ars. Kengligi osmonlar va yercha bo'lgan jannat uchun safarbar bo'linglar, ya'ni turinglar, otlaninglar dedi. Shunda bir Ubayr ibn Humom Ansoriy degan bir ansoriy sahoba boradi. Ya'ni ansoriy sahoba degani Madinalik o'sha muhojir musulmonlarni kutib olib, ularga yordam berganlarda ansoriylar deydi. Shu ansoriy sahobalardan bo'lgan Umayr ibn Humam degan sahoba haligi gapni eshitib, "Ya Rasululloh" dedi, "Jannat shu kengligi osmonlar bilan yerdaqa katta shunaqangi jannat bormi? Ya'ni jannatlar shunaqa kengmi?" deb taajjublanib so'raganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Na'am" dedi. Bor, shunaqa. Shunda haligi sahoba bir taajjublanib, ya'ni arablarda bah deb qo'yadi, ya'ni o'zbek tiliga oladigan bo'lsa vah deydi, haligi ichidan chiqib bir narsadan ta'sirlanish. Shunaqa oh deb qoldi u. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi, "Ma yahmiluka ala qawlika bah dedi. Ya'ni seni shunaqa oh deyotgan, shunaqa ichingdagi kechinmani ayttirayotgan narsa nima o'zi dedi. Ya'ni nimadan kelib chiqib shunaqa oh deyapsan deganida, haligi sahoba aytdi, "Ya Rasululloh" dedi. "Men dedi, siz bilan birga mana jihodga keldik.
Men siz aytgan jannatni eshitib, hozir shu jannatda ahlidan bo'lgim kelib ketdi. Ichimdan shunaqa bir shavqim, zavqim keldi. Shunga chidolmasdan oh deb yubordim dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, fa innaka min ahliha dedi. Albatta sen mana shu jannat ahlidansan dedi. Shunda boyagi sahoba xurmo olib kelganida, ozgina xaltachasida xurmosi bor edi, shuni yeb turgan mahalida tezroq yey dedi, ya'ni tez yeb tugatib, ozgina haligi ovqatdan, ya'ni yeyotgan narsasidan biroz quvvatlanib, safarbar bo'lib Alloh yo'lidagi kurashga kirib ketaman deb yeyishini tezlatdi-da, keyin to'xtab qoldi. Qarab turib, agar mana shu xurmolarni yeb o'gungacha kutib turadigan bo'lsam, ya'ni payg'ambar alayhisalom jannatning bashoratini beryapti. Ya'ni Alloh uchun kurashinglar, mana kengligi osmonlar va yercha bo'lgan jannat kutyapti deyapti. Hatto bashoratini berdiki, mana shu urushda kurashib, boyagi sahoba sen jannatning ahlidansan degani mana shu kurashda mana shu jannatni qo'lga kiritasan degan ma'noda tushundi. Shuning uchun shoshilib qoldi. Xurmosiga qarab, agar mana shu xurmoni yeb o'gungacha kutadigan bo'lsam, men juda ham uzoq kutgan bo'laman dedi-da, shap xaltasini irg'itdi. G'azotga kirib ketdi va o'sha yerda shahid bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bir dinini tiniq tushunib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalari bilan chiroyli tarbiyalangan sahobalar mana shunaqa odamlar edi. Anas ibn Malikdan yana bir hadis keladi. Anas ibn Malikda amakilari bo'lgan. Ya'ni Anas ibn Nazir degan. Uni ham ismi Anas bo'lgan. Anas ibn Nazir deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, Badr kuni sizlar bilan birga bo'la olmadim. Alloh subhanahu va taolo siz bilan birga shu mushriklarga qarshi ro'para qilsaydi meni, ya'ni kurashda, men bir Allohning dini uchun ko'rsatadigan g'ayratimni ko'rsatar edim" dedi. Xullas Alloh nasib qildi-da, Uhud kunida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birga Anas ibn Nadir birga g'azotga chiqdi. O'rtada o'ta qattiq sinovli paytlar bo'ldi. Ya'ni ko'pchiliklar Uhud g'azotidan xabaringlar bor. Agar o'tgan yili ham bizni kuzatgan bo'lsanglar, aynan siyrat mavzuyimiz Uhud g'azotiga kelib to'xtagan edi. Uhud g'azotida bo'lgan musulmonlarga sinov, ya'ni ularning oldidan va ortidan hujum bo'lib, qattiq bir sarosimaga tushib qolgan, qattiq zarba yegan, mana shu holatini aytib o'tgan edik. Ya'ni shu mahalda Anas ibn Nadir qarasa hamma toqqa chekinyapti. Shunda Anas ibn Nazir aytadiki, "Allohumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula." Ya'ni ey Parvardigorim, mana shu insonlarni, ya'ni chekinayotganiga ishora qilib aytayapti. Qilib qo'yayotgan ishidan senga uzr aytaman. Ya'ni sahobalarni nazarda tutdi. Va abra'u ilayka mimma sana'a haula deb turib mushriklarni ko'rsatdi. Mana ularni qilayotgan ishidan bo'lsa men pokman Parvardigorim. Keyin qo'llariga qilichlarini olib, hammaga teskari, ya'ni hamma o'zini jonini qutqarish uchun tepalikka, ya'ni toqqa, Uhud tog'iga ko'tarilayotganda Anas ibn Nazir mushriklar tarafga qarab ketyapti. Yo'lda Sa'd ibn Muozni ko'rdi. Sa'd ibn Muoz ansoriylarning eng ko'zga ko'ringan yetakchilaridan, yo'lboshchilaridan biri bo'lgan. Hatto vafotlarida payg'ambar Firdavsda bo'ladi dedi. Ya'ni mana shu sahobaga yo'liqyapti. Shunda aytdiki, "Ya Sa'd" dedi. "Al jannata va robbin nazr. Inni ajidu rihaha min duni Uhud." Ey Sa'd ibn Muoz, Robbimga qasamki deyapti, men jannatni hidini Uhud tarafdan tuyyapman dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo tirikligida unga jannatni hidini hidlatib qo'ydi. Ya'ni ketayotgan ishida shu darajada g'ayrat qildiki, dushman bilan borib kurashdi deydi.
shahid bo'lgandan keyin, urush tugagandan keyin tushib qarasak deydi, 80 dan oshiq joyi yaralangan ekan. Hech kim tanimadi. Ya'ni uni musla qilishgan edi. Hatto yuzini tanib bo'lmasdi. Kimligini hech kim tanilmadi. Bu qanaqa sahoba ekan? Hamma joyi tilinib ketibdi, birorta sog' joyi yo'q. Shunda singillari kelib, bir barmog'idagi bir ishorasidan ko'rib, bu barmoq meni akamning barmog'i deb tasdiqladi va bu insonda Anas ibn Nazirligini bilishdi. Alloh taolo o'zi rahmat qilsin. Umayr ibn Hammam, Anas ibn Nazirga o'xshagan o'sha haqni Alloh taoloni bir shunday bir ajrga chaqirayotgan narsalarida hech ikkilanmasdan, hatto jonlarini evaziga bo'lsa ham Allohning buyruqlariga labbay deb javob berib, orqaga chekinmagan barcha ulug' zotlardan, sahobalardan, payg'ambarlardan va u zotning yo'liga ergashib bugungi kungacha ham haqni haq deb Allohning buyruqlarida taraddudlanmasdan doim peshqadam bo'layotgan birodarlarimizni haqqiga doim duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham o'shanday haqni eshitgan mahalda unga amal qilishlikda shoshiladigan, ya'ni amal qilishlikda uni ortga surib, taraddudlanib, o'ylanib, mulohaza qilaman deb uni orqaga suradiganlardan qilmasin, doim peshqadamlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo peshqadamlar haqida aytadiki, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya'ni hayotlarida yaxshi amallarda peshqadam bo'lgan zotlar jannat ne'matlariga erishishlikda ham peshqadam bo'ladi dedi. Ana shular haqiqiy Allohga yaqin kishilar dedi. Savollarimizga to'xtasak, inshaalloh mana shu Allohning diniga g'ayrat qilib shoshilishlikka bo'lgan mauizalarimizdan to'g'ri xulosalarni olib, endigi qilayotgan ishlarida Allohning buyruqlarida sabot qiladigan, uni amalga oshirishlikda g'ayrat ko'rsatadigan, orqaga surmaydigan, mana shu ishlarda ustida bir-birimizga nasihat qilib peshqadam bo'lishlikka intiladigan insonlardan qilsin.